Biz yoshlarimizni nafaqat zamon bilan hamnafas, balki kelajakka tayyor qilib tarbiyalashimiz kerak. Hech qachon unutmaylik, kelajak zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yangi kasb egalariniki bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda odamlarni ish bilan ta'minlash, biror faoliyat turiga jalb etishning eng samarali yo'li ularni kasb-hunarga o'qitishdir. Davlatimiz rahbari 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatida 6 ta asosiy yo'nalishni belgilab berdi. Uning 4-yo'nalishi yoshlar, xususan ularni kasb-hunarli qilishga qaratilgan. Bu bejiz emas. Ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiyotimizga yiliga 30-35 milliard dollar investitsiya, yangi yo'nalishlar, zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Minglab korxonalar ishga tushyapti. Shuning o'zidan yiliga 250-300 ming atrofida yuqori daromadli ish o'rinlari paydo bo'lyapti. Bu joylar eng avvalo yoshlarimiz ishli bo'lishi uchun qo'shimcha imkoniyatdir. Ammo masala ular zamonaviy texnologiya va xorijiy tillarni bilishi, kasbiy ko'nikma va malakaga ega bo'lishidadir. Shunga ko'ra 2026-yilda ta'lim sifatini oshirish bilan birga yoshlarni zamonaviy kasb-hunarga o'rgatish davri bo'lishini davlatimiz rahbari qayd etib o'tdi. Shu maqsadda kasbiy ta'lim agentligi tashkil qilindi. Jumladan Jizzax viloyatidagi 33 ta kasbiy ta'lim tashkilotlari uchun ham joriy yil katta islohotlar va o'zgarishlar yili bo'ladi. Hozirdanoq bir qator texnikumlarda Germaniya, Shveysariya, Xitoy, Koreya, Britaniya kabi davlatlarning ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilib, ularning eng ilg'or kasbiy ta'lim dasturlari joriy qilina boshladi. Masalan, Jizzax shahar Birinchi texnikum Angliyaning Pearson kompaniyasi bilan BTEC xalqaro dasturi asosida 4 ta kasb mutaxassisligi bo'yicha 120 nafar o'quvchini o'qitishni yo'lga qo'ymoqda. Ular kompyuter grafikasi va dizayn operatori, elektromontor, payvandlovchi, qurilish ishlari ishchisi kabi yo'nalishlarda talab yuqori kasblarni egallaydi. Buyuk Britaniyaning Pearson BTEC dasturi bu dunyoning 70 ta davlati tan oladigan hujjatni beradi, ular diplomni beradi. Bizning o'quvchilarimiz hozirgi kunda o'zimizning mahalliy mehnat bozoridan tashqi mehnat bozoriga ham ishchi bo'lib ertaga chiqadi bular. Pearsonning dasturi bizning dasturimizdan ancha farq qiladi. Bu yerda o'quvchi 70% amaliyotga qaratilganda o'quvchi amaliy jarayonni bajaradi, keyin o'zi faol bo'ladi. O'qituvchi yo'naltiruvchi hisoblanadi. 30% o'qituvchi ishtirok etadi, bolaga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Ko'proq o'quvchilar amaliy jarayonlarni bajarib, mana shu ustaxonalarda, amaliyot bazalarida ishlab, ko'proq boyagidek ishlab chiqarishga mehnat bozoriga tayyor bo'lib boradi. Dasturning asosiy maqsadi shunga qaratilgan. Mablag' ajratilgan, to'liq ta'mirlash ishlariga, jihozlarga davlat byudjetidan ajratilib, jihozlar yetkazib berilyapti. Hozircha mana o'quv xonalarida to'liq kompyuterlashtirildi, qo'shimcha dasturlar, dastgohlar, stanoklar kelyapti, keldi. Mana 2025-yilda bizning ta'lim muassasasida 1 milliard 700 millionlik jihozlar keldi. Hozir mana 26-yilda qolgan jihozlar yana kelyapti. Avval endi ochig'i moddiy texnik bazamiz bu darajada emas edi. Endi hozir davlat tomonidan katta e'tibor berilyapti. Kasbiy ta'limda katta islohotlar yuritilyapti. Jihozlarga davlat tomonidan byudjetdan pul ajratilib, mablag' ajratilib, mana o'quvchilarimizni, yoshlarimizni ta'lim olish uchun shunchalik shart-sharoitlar yaratilyapti. Bu hammasi yoshlarimizni hunarni o'rganib, erta kelajakda ishlashi uchun yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Prezidentimiz 2025-yil 15-sentyabr kungi soha vakillari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida 2026-yili sanoatda qariyb 45 milliard dollarlik 456 ta yirik loyiha boshlanishini, investor, tarmoq, texnikum zanjiri asosida texnikumlarda dual ta'lim yo'lga qo'yilishini qayd etib o'tdi. Shunga ko'ra hozirda korxonalar bilan aniq loyihalar bo'lgan texnikumlar o'rtasida zamonaviy ustaxonalar barpo etish va yoshlarni kasbga yo'naltirish bo'yicha samarali ishlar olib borilyapti. Masalan, 14 ta kasb bo'yicha 934 nafar o'quvchilar tahsil olib kelayotgan Sharof Rashidov tumanidagi 3-son texnikumi yengil sanoat yo'nalishida mahsulot tayyorlash hamda ishlab chiqarish borasida katta tajriba to'play oldi. Ayniqsa bunda texnikum jamoasi Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining O'zbekistonda kasb-hunar ta'lim tizimini isloh qilish va modernizatsiya jarayonini qo'llab-quvvatlash loyihasida faol ishtirok etib, g'olib bo'ldi. Hozir loyiha doirasida Italiyaning zamonaviy murakkab laboratoriya yuguru mashinalar bilan jihozlandi. Mashinalar yuguruvchi kasbini dual shaklda xorijiy modulga ko'ra o'rgatishga juda qulay. Meni
bu yerda o'qiyotganimga 2 yil bo'ldi. Bu yillar davomida biz bu yerda ko'p narsalarni tikishni, bitishni o'rgandik. Biz tikish davomida har oy oylik olamiz. Bu yerga kelganimda hech qanday tikishni bilmasdim, bitishni ham, hattoki qo'limga igna ham ishlab ko'rmagan qiz edim. Hozirda xohlagan fasonimdagi kiyimlarni tikib, bichib, o'zim bemalol kiyib yura olaman. Bu men uchun va oilam uchun juda ham yaxshi deb hisoblayman. Inson ham oliy ma'lumotli, ham qanaqadir kasbni egallasa, bu kelajakda o'zi uchun yordam. Texnikumda dual ta'lim o'quvchilarining o'qishi va kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun zamonaviy ustaxona ta'mirlanib ishga tushirildi. Ustaxonaga loyiha doirasida 25 ta 4 turdagi tikuv mashinasi, bichish tikish stoli, raqamli, ya'ni ko'p funksiyali smartboard, doska, mini priz, jami 10 ta zarur dastgohlar o'rnatildi. Yaqinda yana qo'shimcha tarzda texnikumga 2 million yevrolik qurilish va jihozlash uchun mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bizni texnikumda 4 ta yo'nalish bo'yicha dual ta'limda o'quvchilar tahsil olmoqda. Pigru yo'nalishi, tikuvchilik yo'nalishi, sotuvchi nazoratchi kassir yo'nalishi, avtomobillarni texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha dual ta'limda o'quvchilar tahsil olib kelinmoqda. Hozirgi kunda korxonalar bilan hamkorligimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana hozir yangi tashkil qilingan agentlik qoshidagi texnikumlarda ham mas'uliyat ancha oshdi. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar bugungi kunga biz uchun dasturi amal bo'ldi. Chunki kasbiy ta'lim juda ham tez rivojlanishi kerak. Chunki bozor qancha tez o'zgarsa, kasbiy ta'lim ham shunga yarasha javob berishi kerak. Mana shu bizni davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar juda ham muhim. O'quvchilarni biz kasbga tayyorlashda pedagoglardan ham ko'proq mas'uliyat talab qilinyapti. Kasbiy ta'limning yaxshi tomoni ham kasb o'rganib, kelajakda oliy ta'limda ham o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Haqiqatdan da dual ta'lim yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ayniqsa, avtomobil sanoati rivojlanib borayotgan Jizzaxda bu juda qo'l kelyapti. Masalan, 17 ta yo'nalish bo'yicha 681 nafar o'quvchi tahsil olayotgan Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumda avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishidagi dual ta'limda 30 nafar o'quvchi bilim va ko'nikmalarni oshiryapti. Texnikum dual ta'lim yo'nalishi bo'yicha yirik korxonalar bilan memorandum va shartnomalar imzolagan. Natijada Jizzax viloyatidagi avtomobil ishlab chiqarish korxonalarida yangi ochilayotgan ish o'rinlariga mazkur kollej o'quvchilari qamrab olinmoqda. 2025 yil sentyabr oyidan texnikumga o'qishga qabul qilindim va shu asosida dual ta'limda o'qib kelmoqdaman. Hozirgi kunda avtomobil zavodida 4 kun amaliyot o'taymiz va 2 kun bu yerda nazariy bilimlarni olamiz. Nazariy olgan bilimlarimizni amaliyotda avtomobil zavodida qo'llaymiz va bu yerda 2 yil o'qib, xudo xohlasa oliy ta'limga o'qishga kiramiz. Oliy ta'limda yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib, vatanimizga xizmat qiladigan yetuk kadr bo'lib yetish istagimiz bor. Xudo xohlasa hozirgi kunda avtomobil zavodida o'zimiz uchun ham yetarli miqdorda oyliklar ajratilgan. Bundan tashqari prezidentimizning qarori bilan bu yildan boshlab 2026 yil o'quv yilidan boshlab dual ta'limga stipendiya joriy qilindi va bu albatta biz yoshlarga katta imkoniyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozirgi kunda har bir yoshlar o'qisa, izlansa, hamma imkoniyatlar yaratilgan. 685 nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Shularning 51%, ya'ni 345 nafar o'quvchilar dual ta'limda tahsil oladi. Bu dual ta'limda tahsil oladigan o'quvchilarning aksariyat qismi avtomobillarni yig'ish va sinash, payvandlash texnologiyasi, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kabi yo'nalishlardir. Yaqinimizda joylashgan Adem Jizzax korxonasi bilan juda katta o'sha dual ta'lim bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Undan tashqari BYD O'zbekiston Factory zavodlari bilan dual ta'lim o'quvchilarining amaliyot jarayonlari bilan biz hamkorlik ishlarni amalga oshiryapmiz. Ushbu hamkorlik o'quvchilarimizda, o'qituvchilarimizda umuman yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish, ya'ni bugungi kunda muhtaram prezidentimiz qo'ygan talabni bajarishda bizga dasturul amal bo'lyapti. Ya'ni o'sha Adem Jizzax
avtomobil zavodi tomonidan biz malakali kadrlar tayyorlash maqsadida ADM Jizzax korxonasi bizning texnikumda o'zining kichik o'sha zavodi deydimizmi yoki ustaxonasini tashkil qilish bo'yicha hozir ishlar boshlangan bugungi kunda. Ya'ni mana shu texnikum joylashgan hududda kichik ustaxona tashkil etilyapti. Endilikda biz mana shu ustaxonada yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish bilan birgalikda mahalliylashtiriladigan ma'lum bir avtomobilning ma'lum bir detallarini mana shu ustaxonada ishlab chiqishni va realizatsiya qilishni yo'lga qo'yishni rejalashtirdik. Qolaversa, texnikumlarni 2030-yilgacha respublikamizdagi barcha texnikumlarga prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar tajribasidan foydalanib, yangi muhit olib kirishni belgilab berdi. Bu esa bugungi kunda kasbiy ta'lim o'qituvchilariga va xodimlariga, o'quvchilariga katta kuch, katta ishtiyoq berdi. Ta'lim muassasasi o'quvchilarining amaliyotlarini amalga oshirish uchun 30 dan ziyod yirik korxonalar bilan shartnomalar tuzilgan. Eng muhimi texnikumda xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, Xitoy Xalq Respublikasining Anxoy provinsiyasida joylashgan suv xo'jaligi kollejida 3 nafar ishlab chiqarish ta'lim ustalari va o'qituvchilar malaka oshirib qaytdi. Biz xorijiy davlatlar bilan, ya'ni Xitoy davlati bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bu bo'yicha 3 nafar o'qituvchilarimiz dekabr oyida xorijiy, ya'ni Xitoy davlatining Anxoy provinsiyasida o'sha elektromobillar bo'yicha malaka oshirib qaytdi va endi ularda ham yangi kuch paydo bo'ldi. Prezidentimizning o'sha Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasi bizni xursand qildi. Ya'ni 2026-yilda butun Turkiy davlatlarning World Skills, ya'ni kasblar chempionatini aynan O'zbekistonda o'tkazilishini o'sha prezidentimiz murojaatnomasida aytib o'tdi va hozir biz ham 3 ta yo'nalish bo'yicha payvandlash, elektrik va avtomobil sohasidagi mutaxassislar bo'yicha o'sha chempionatga tayyorgarlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Ushbu World Skills musobaqalari butun dunyoda 400 milliondan 1 milliarddan ziyod mablag'largacha pul yutug'i qo'yilganligi bugungi kunga yoshlarni ruhlantiryapti, o'ziga bo'lgan ishonchni orttirmoqda. Bugun ta'lim sohasidagi islohotlar uzoqni ko'zlagan holda bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Maktabgacha va maktab ta'limi, oliy o'quv dargohlari qatori joriy yildan kasb-hunar tizimida ham katta o'zgarishlar, yangilanishlar davri boshlandi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, hududlarda joriy yildan ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari faoliyat boshladi. Mazkur texnikumlarning avvalo moddiy texnik bazasi mustahkamlanmoqda. Endilikda bu maskan kasbiy ta'limda kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish hamda jamiyatda kasbiy ta'limning nufuzini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshiradi. Kasbiy ta'lim tizimida ishlayotgan masterlar nufuzi, pedagoglar nufuzi juda yuqori baholanib, ta'lim muassasamiz Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikum sifatida qayta tashkil etildi. Bu degani har bir viloyatda ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari tashkil etildi. Ushbu ilg'or kasbiy mahorat texnikumlariga butun viloyatdan ishlab chiqarish ta'lim ustalari, ya'ni masterlar kelib malakasini oshiradi. O'qituvchilar haftada bir kun kelib oziq-ovqati, transporti bilan, yotoq joyi bilan to'liq ta'minlangan, byudjet tomonidan ta'minlangan holatda malakasini oshirib ketadi. Yana o'sha bir tomoni borki, butun viloyatning o'quvchilari ham haftada bir kun kelib, bu yerdagi jihozlardan foydalanib malakasini oshirib ketadi. Bizning Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumiga o'qituvchilarimiz tanlov asosida olinadi. Eng kamida belgilab qo'yilganki, katta o'qituvchi magistr darajasi va milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lganlari. Bugun kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha yangicha yondashuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashgan holda O'zbekistonda mehnat bozorining ehtiyojlariga mos keladigan kadrlar tayyorlash zarur. Buning uchun esa belgilangan maqsadlar bekamu ko'z bajarilishi, amalga oshirilgan ishlar tahlil qilib borilishi maqsadga muvofiqdir.